Videonun boşladık. Mana ismim Max. TV kanaliga xush kelibsizlar. Bugun videomizda sizlar bilan water dropni amalga oshiramiz. Men hozir dunyodagi eng katta binoni bugun sizlar bilan water drop qilamiz. No'tat bu juda qaysi binoligini menimcha sizlar tushungan bo'lgan. Toshkent teleminorasi xush kelibsizlar deb kutib olishdi. Necha metrligini bilsang ham kerak. Mayda yozib qo'yishibdi mana. 375 metr. Uniga mana muxlislarim, ya'ni mani kanalim nomiga nasib ochishdan bog'orishdi. Uy ham endi tinglab turadi bo'lmasa. Bugun obzor qilamiz. Mana uyimizni, uyning orqasidagi joyga keldik. Mana krandan qurib qo'yishibdi. Undan keyin obzor qilamiz. Birinchi tarafi. Hozir men tepaga chiqib o'yindan sizlarga aloqaga chiqaman. Hop, ana chiqib ham bo'ldi. Endi bu birinchi qavatda ovqatlanish xonasi. Endi ikkinchi qavatda mana opale. Mazaga o'tirishar endi. Hop, mana voy, kiradi. Hop. Apollo men jonli emasman hozir. Birinchi beta tashlaymiz, mana suv olamiz. Water drop hamma bilsa kerak nimaligini. Maydan tashlaymiz. Oyoq o'rnidan tashlavermay. Water drop ikkinchi qismi ham chiqadi, yaqin jonli tarzda chiqadi ham. Hop. Yes, o'xshaydi birinchisi. O'xshadi, water dropimiz o'xshadi. Sen ketishimiz kerak bilan. Yaxshi do'stlar. Endi undan ham baland bo'lgan joyga chiqamiz. Signalni eng baland nuqtasi, lekin bundan yuqoriga chiqarishmaydi. Internet video olish mumkin emas, shuning uchun kameramni hop ana chiqib ham bo'ldik. Bu xonani videoga olish mumkin emas ekan, o'shaning uchun videoga olganim yo'q. Endi juda ham baland bo'lgan nuqta. Sizlar mana yerdan sakragan eng baland joyda. Mas'ul, tepaga chiqib ko'ramiz. Aytgan joyda bor. Bitta vaqt tushunmayman. Oh my gosh. Shidaydi. Hop, ana endi mana chiqamiz. Qarab turib, water drop vasi bo'ladi.